Kechagi Buxorodagi konsertni ozgina sizlarga ko'rsatgim keldi. Birinchi madhiyalar bilan juda ham chiroyli boshlandi. Keyin shunaqa spektakllar qo'yib berdilar. Qizchalar yiqilib, turib o'ynashdi, juda ham zo'r bo'ldi. Romanticheskiy tannis bo'lib ketdi. O'g'il bolalari ham vashi cho'tki o'ynar ekan. Men buni o'ynay olmayman. Millionda faqat televizorda ko'rganlarim keldilar va bular salom deganlarga men ham baqirdim. Mast ayladingni aytdilar, juda ham zo'r aytdilar. Orqamda ikkita kampir mazza qilib eshitdilar. И наконец-то Shohrux reper chiqdilar. Bu kishini ham hayotda birinchi marta ko'rishim, mazza qilib eshitdim. Va meni yoshligimdagi orzuim ushaldi. Men Rayhonani ko'rdim. Birinchi marta hayotimda qo'lchalarni shunaqa yurakchalar qilgan paytlar menga deb представить qildim. Shunaqa ham hayotda kukla Barbichada kichkinagina ekanlar. Shunaqa samimiyliklar bilinib o'tiradi. Mazza qilib eshitdim, baqirib, o'ynab, dedim o'zi ham rosa ham qo'limda bo'lamni 3 soat ko'tarib o'tirganim, oyoqlarim shishib ketgani, talpa va havo issiqligi, nafas yetmay qo'ygan hammasi esimdan chiqib ketdi. Qolganlariga o'tira olmadik, chunki bolalarimiz injiqlik qildi. Rayhonadan keyin uyga ketdik.